Hürmetli vatandaşlarım, lekşemizin ikincisini başlayımız. Amerika bilen Cungo hem yerde elişivatıdı. Prezident Obama'nın Hangzhou'da aeroplandan düşkende yüz bergen talaş tartışının arıq görünüşü mavzulu haber 9. ayının 6. günü Amerika avazının Xitay tel programımız e'lon qilindi. Haber mındak başlan. Prezident Obama ötken hafta 20 davlat yig'ini qatnash uchun Jungo Hangzhou shahriga borganda Amerika bilan Jungo o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Talash tartish yuz berdi. Xalqaro jamiyat bu ishga ortiq diqqat qildi. G'arb matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Prezidentning ishni oqsitib qo'ydi. Jungo matbuotlari Amerika g'arb matbuotlari dediki prezidentning ishini oqsitib qo'ydi. Jungoliklar prezidentning ishini oqsitib qo'ydi dedi. Jungo matbuotlari Amerika cho'ng ko'zor o'ynamoqchi bo'ldi. Alayda bo'lib olmoqchi bo'ldi. Aksicha natijaga erishdi dedi. Prezident Obama aeroplandan tushganda qaysi eshikdan menish kerak? Prezident Obama Hangzhou'da aeroplandan tushganda Jungo taraf cho'ng eshik bilan menishga ruxsat qilmay, qizil gilam ustida menishni o'rinlashtirmadi. Balki prezident Obama kichik bir eshikdan chiqdi. Bu qatam Hangzhou'da ziyoratda bo'layotganda Prezident Obama aeroplandan tushganda Xitoy taraf cho'ng eshikdan chiqib, qizil gilamga dastlab saroyga kirishni o'rinlashtirmay, prezident Obamaning eshik bilan kichik bir eshik bilan mengib chiqishini o'rinlashtirdi. Jungo matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Qabul qilg'ich taraf, ya'ni Jungo taraf shuning uchun tantirab ketdi. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Hava armiyasi 1-numurluq aeroplan Afg'onistonga borganda bexatarlikda ko'zda tutib prezident Obama kichik eshik bilan chiqatdi. Aeroplan Hangzhouga yetib kelganda qaysi shotini ishlatish to'g'risida ikki taraf o'rtasida talash tortishib chiqdi. Masalan, aeroplandan tushadigan shota Amerika taraf o'zi tayyorlab kelgan shotini ishlatish kerakmi yoki Xitoy haydab kelgan shotini ishlatish kerakmi degan masalada talash tortish chiqdi. Dal vaqtida hal qilinmaganlikdan bu talash tortish natija yuqoriqadek natija kelib chiqib, orqadan ikki taraf o'rtasida bexatarlik masalasi bo'yicha elishish yuz berdi. Jungoda ikki davlat o'rtasida aeroplan stansiyasida bexatarlik masalasi bo'yicha elishish yuz berdi. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Amaliyot ham oddiy ham murakkab bo'ldi. Amerika taraf aeroplandan tushib, shotini Hangzhouga elib kelgan. Jungo taraf ishiltishga qo'shilgan. Biroq prezident Obama Hangzhouga yetib kelishdan burun Jungo taraf planni o'zgartirib, o'zining shotisini ishlatmoqchi bo'ldi. Amerika garchi buningga qo'shilgan bo'lsa-mu, shotining shotilik mashinani haydaydigan Xitoy shofirining inglizchani bilmaydi, inglizcha qobiliyati yo'q edi. Amerika taraf almashtirib etishini talab qilganda Jungo taraf rad qildi. Demak, shota aeroplandan tushish shotisini haydaydigan mashinaning shofiri Xitoy bu inglizchani bilmaydi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari taraf buni yo'tkib etishini talab qilganda Jungo taraf rad qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Havo armiya 1-numurluq aeroplan yerga qo'nganda Jungoning maydoni bo'shab ketdi. Amerika tarafga Amerikaning shotisini ishlatishga bo'ladiganligini uqtirdi. Bildirdi. Lekin Amerika taraf vaqt kelganda vaqt jiddiy bo'lib qoldi, almashtirishga bo'lmaydi, vaqt yetishmaydi deb e'tiroz bildirdi. Shuning bilan prezident Obama cho'ng eshik bilan mang'olmadi. Cho'ng eshik bilan chiqolmadi. Qizil gilam ustida qarshi elinmadi. Qarshi olg'ich taraf tamtirab qoldi.
bir qo'yish, ayirib qo'yish natija bir maydon qalaymaqonchilik ishga kirib qoldi. Prezident natijada bir maydon qalaymaqonchilik talash tortish ishga kirib qoldi. Jungo taraf ayirib qo'yish reshatkasi orqali Oqsaroyning muxbirlar kollektivini chatga chiqarib reshatkasining ichiga elib qo'ydi. Jungo taraf Oqsaroyning muxbirlar kollektivini reshatkaning ichiga elib qo'ydi yoki yo'lga chiqishga ruxsat qilmadi. Hatta Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchisi So'zun Rais xonimni to'sib olindi. Yoki reshatka orqali So'zun Rais xonimni to'sib olindi. Xitoyning ba'zi matbuot xabarlarida biz So'zun Rais xonimning yoki muxbir deb o'ylabdik, biz bilmabdik, tanimabdik, bu kasat, bir kasatchilik, bu so'zdagi kasatchilikdir. Sen So'zun Rais xonim nima uchun tanimaysan? Amerika Qo'shma Shtatlar Oqsaroy bexatarlik komitetining raisi So'zun Rais xonim Beijingga 5-6 qatim yetib kelgan vaqt sening matbuotlaringda e'lon qilinmaganmi? Bu ayol yoki bexatarlik maslahatchisi So'zun Rais xonim sening gazetalaringda tanishtirilmaganmi? Moşununla alakadar aeroplan istenişi yürgen senin işçilerin, senin bexatarlik xodimlaring yoki diplomatlaring So'zun Rais xonimni tanimamda. Bu bir qip-qizil mutahamlik. Tanımay qaptiq degeni Jungo tarafdan bir qip-qizil mutahamlik. Natijada So'zun xonimni ayirib olish yoki reshat orqali ayirib qo'yish maydoniga turg'izib qo'ydi. Bu vaqtda Jungo taraf bexatarlik amaldorlarining ingliz tilida so'zlagan so'zi, xalqaro jamiyatga keng tarqalgan so'zi bu bizning davlat. Bu istansiya bizning aeroplan istansiyamiz degan so'zi telefon orqali tor betga qo'yib berilib, junguluqlarning olqishiga erishdi. Butun dunyoda tor betlarga tarqaldi. Demak, aeroportda Jungoning bexatarlik xodimlari bu bizning davlat. Bu aeroplan istansiyasi bizning. Shu yerga kelganda Amerikalik shu oldin yurar kishilar, masalan, prezidentni ziyoratga o'rinlashtirgan kishilar nima deb javob berdi men bilmayman. Xitoy taraf bu bizning davlat deganda bu davlatni sen kim bergan va Xitoy? Mush davlatning qurilishiga, Jungoning mush davlatning qurilishiga kim kuch chiqargan, qaysi davlat kuch chiqargan va Xitoy deb savol qo'ya oladigan bir amerikalik chiqmaganmidi? Ayni vaqtda Ikkinchi dunyo urushi mezgilida prezident Roosevelt bugungi yangi Jungoning qurilishiga yordam qilgan emasmidi? Marshall hatta Gomindangning jang jeshi hujum qilib Sharq Shimaldagi Xitoy armiyasi bir kechada bitchit qilish to'g'ri talab berganda Marshall yo'q, unda qilishga bo'lmaydi degan emasmidi? Shuning bilan Xitoy bugungi hokimiyat qurilgan emasmidi? Bu nima deydi hozir? Amerikalik mehmonlarni prezidentning hamrohlarini aeroplan istansiyasida to'sib olib, ularning yetakchilariga Xitoy nima deyapti? Bu davlat bizning davlat. Shundaqmi? Sening davlatingmi? Tegitekni atqan ag'arda bu davlat sen kim qurib berdi? Kim qurib berdi? Javob bersanchi Xitoy. Javob bersanchi. Mening buningdan bu voqeadan chiqargan xulosam shuki, vatandoshim, Toshqonning o'lgisi kelsa, mushukning quyrug'iga esilibdi. Demak, Xitoy hukumatining prezident Obamaga mushunda qilishi, bunda hurmatsizlik qilishi Toshqonning o'lgisi kelganligining bishoratidir. Nima uchun undaq deymiz? Davlatlararo munosabat bu. Sening axloqiy fazilating bo'lsa, hatto dushmaningga o'zingning axloqiy fazilati bilan muomala qilishing kerak. U dushman deb o'zingning axloqiy fazilatingdan ayrilmasdan fazilatingni yo'q qo'ymaslik kerak. Hozir sen prezident Obamani dushman deb qaramading, lekin sen qo'shig'ingda nima g'omba? Nima uchun prezident Obamaga bunda hurmatsizlik qilding? Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlar davlati va uning xalqiga hurmatsizlik qilding? Diplomatiyadagi rasmiyatchilik, diplomatiyadagi salom soatdan xabaring bormi yo'qmi? Hey, ko'rang, Xitoy millatchilari. Diplomatiyadan xabaring bormi yo'q? Bizning chiqargan xulosamizmi shu? O'ylaymizki, Amerika Jungo munosabati o'zgarish davriga kirish kerak. Hadisli yo'l qo'yuversa, Amerikaning xalqarodagi obraziga ta'sir etadi. Amerika siyosiy yo'llari, Amerika diplomatlari bu nuqtani tushunmaydi emas. Endi tushunadigan vaqti keldi. Xitoyga yo'l qo'yuversa, Amerikaliklar Amerika Qo'shma Shtatlarining xalqarodagi, dunyodagi obraziga ta'sir etadi. Buni har bir Amerikalik, har bir Amerikalik siyosiyon to'g'ri tanib olishi lozim deb aytimiz. Bu bizning nasihatimiz emas. Biz bir oddiy odam, lekin Amerikaliklar buni bilmaydi emas. Bizning da'vatqanimiz vaqt yetib keldi.